Ha, cho'tka. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men shu Bog'shamol mahalla bankiri bo'laman. Men sizlarga hozir shu Promonkda ishlayman. Promonkdagi produktlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman-da. Bizda avvalo birinchi produktimiz ipotek kredit hisoblanadi. U 20 yilga 18% dan hisoblanadi. Undan keyingisi avtokredit. Avtokreditimiz 25% dan. Birinchisi 4 yilga, ikkinchisi 5 yilga. Keyin Onyx Tracker Damazlarga esa rassrochkaga 5% bo'lib to'lash sharti bilan beriladi. Boshlang'ich to'lovda o'zgarishlar bo'ladi. Undan keyin bizda biznes maqsadi bilan mahalla loyihasi nomli kreditlarimiz bor. Biznes maqsadi bilan mahalla loyihasi ham 25% dan davlat dasturi doirasidagi kreditlar hisoblanadi. Biznes maqsadimiz 25 million so'mgacha, mahalla loyihasi esa 30 million so'mgacha hisoblanadi. Ularni hammasi maqsadli ravishda ishlatilishi kerak bo'ladi. Misol uchun nimani aytsak bo'ladi? Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda hammasi tikuvchilik, yo parrandachilik, baliqchilik shunga o'xshash narsalar bo'yicha beriladi. Undan keyin bizda mikroqarz mavjud. Uni foizi 32% hisoblanadi. Unga bez maqsad onlayn tarzda yo bankka borib olishlaringiz mumkin.